Bugun men sizlarga pensiya to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlar haqida juda aniq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, yaqinlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironligi bo'yicha pensiya oladigan fuqarolarga va kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir inson uchun muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan qo'yda. Bitta vaqtida topshirilmagan hujjat yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan xabar pensiya to'lovi kechikishiga, ortiqcha ovora bo'lishiga yoki ortiqcha olishda muammo chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hozir masalani shoshmasdan, lekin aniq qilib ochib beraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda pensiya vaqtincha to'xtashi ehtimoli bor va bunday vaziyatda nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki amaliy qadamlar qismida men hujjatlarni qanday tayyorlash, qayerga murojaat qilish va nimalarni albatta tekshirish kerakligini aytaman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner ortiqcha muammoga tushmaydi. Men avvalo asosiy masalani oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya to'lash tartibi deganda faqat pulning qaysi kuni kelishi tushunilmaydi. Bu tartib ichiga pensiyani tayinlash, to'lovni bank kartasiga o'tkazish, naqd shaklda yetkazish, pensionerning tirikligi va yashash manzilini tasdiqlash, ishonchnoma orqali olish, boshqa hududga ko'chib o'tganda hujjatlarni yangilash, chet elga vaqtincha yoki doimiy chiqib ketganda to'lovning davom etishi kabi ko'plab masalalar kiradi. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mahalla yoki tashkilotlardan olingan ma'lumotnomalar, pensionerning o'zi borib ariza yozishi orqali amalga oshirilardi. Ayrim hududlarda odam pensiya bo'limiga borib, navbat kutib alohida tasdiqlar olib yurishga majbur bo'lardi. Bank kartasi bilan bog'liq o'zgarishlarda ham pensionerning o'zi bankka borishi, kartani ochishi, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga ma'lumot berish kerak bo'lgan holatlar uchrardi. Natijada ayniqsa yosh katta, sog'ligi zaif, qishloqda yashaydigan yoki farzandlari boshqa shaharda bo'lgan pensionerlar qiynalardi. Endi esa asosiy yo'nalish shuki, pensiya to'lovlari ko'proq elektron ma'lumotlar, bank tizimlari, idoralararo axborot almashinuvi orqali yuritilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi, ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytiradi, pulning qayerga va kimga to'lanayotganini aniqroq nazorat qiladi. Lekin men shu yerda muhim ogohlantirish beraman. Tizim elektronlashgani sari fuqarodan talab qilinadigan narsa ham o'zgaradi. Endi men bilmadim, menga aytishmadi. Eski tartib bo'yicha yurardim degan gaplar ko'p hollarda muammoni hal qilib bermaydi. Telefon raqamingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, bank kartangiz, ishonchnomangiz va huquqiy holatingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Men bu o'zgarishni 3 ta katta yo'nalishda tushuntiraman. Birinchisi, pensiya to'lovlarini bank orqali olish tartibi kuchaymoqda. Ya'ni ko'p hollarda pensionerga pensiya bank kartasiga tushadi. U istasa bankomatdan naqd qiladi, istasa do'konda karta orqali ishlatadi, istasa farzandiga o'tkazadi. Bu yerda asosiy maqsad pulni tez, aniq va xavfsiz yetkazish. Ikkinchisi, naqd pul shaklida yetkazib berish hamma uchun avtomatik huquq degani emas. Ayrim toifadagi fuqarolar, masalan yoshi katta, sog'lig'i sababli harakatlanishi qiyin, nogironligi bo'lgan, uzoq hududda yashovchi yoki bank infratuzilmasiga yetib borishi mushkul bo'lgan pensionerlar uchun naqd yetkazish tartibi saqlanishi mumkin. Lekin bunda ham holat asoslanishi, manzil aniq bo'lishi, pensionerning shaxsi tasdiqlanishi talab qilinadi. Ya'ni men avval ham uyda olardim, endi ham shunday bo'lsin degan og'zaki xohish yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchisi, pensiya oluvchining ma'lumotlari doimiy tekshiriladi. Masalan, fuqaro vafot etgan bo'lsa, boshqa davlatga doimiy yashashga ketgan bo'lsa, pensiyaga ta'sir qiluvchi daromad yoki huquqiy holat o'zgargan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank kartasi bloklangan bo'lsa, pasport almashtirilgan bo'lsa, to'lovda vaqtincha uzilish bo'lishi mumkin. Bu jarayon odamlarni jazolash uchun emas, noto'g'ri to'lovlarning oldini olish uchun qilinadi. Lekin oddiy fuqaro uchun bu shuni anglatadi. Hujjatlaringizdagi kichik xato ham katta ovora bo'lishga olib kelishi mumkin. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar sizning pensiyangiz har oy kartaga tushsa, lekin karta muddati tugagan bo'lsa, bank SMS xabarlari kelmayotgan bo'lsa yoki telefon raqamingiz eski raqamga ulangan bo'lsa, buni darhol tekshirtiring.
Chunki karta muddati tugasa yoki hisob bloklansa. Pensiya hisoblangan bo'lsa ham siz undan foydalana olmasligingiz mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turadi, muammo karta yoki bank xizmatida bo'ladi. Ikkinchi toifa, pensiyani ishonchnoma orqali oladiganlar. Masalan, ona qishloqda, o'g'li shaharda yashaydi. Ona sog'ligi sababli bankka bora olmaydi, o'g'liga ishonchnoma bergan. Bu yerda eng katta xavf ishonchnoma muddati. Agar ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa va muddati tugagan bo'lsa, bank yoki mas'ul tashkilot pul berishni to'xtatishi mumkin. Bu qonuniy talab. Shuning uchun men har doim maslahat beraman ishonchnomaning berilgan sanasi. Tugash sanasi va undagi vakolatlar aniq yozilganini tekshiring. Faqat pensiya olish vakolati bormi yoki bank hisobini yuritish, kartani almashtirish, ariza berish vakolati ham bormi? Bular alohida masala. Uchinchi toifa. Boshqa viloyat yoki tumanga ko'chib o'tgan pensionerlar. Masalan, fuqaro Farg'onada pensiyaga chiqqan, keyin Toshkentdagi farzandinikiga ko'chib kelgan. Agar ro'yxatdan o'tish, yashash manzili, bank filiali va pensiya hujjatlari moslashtirilmasa, to'lovlarda chalkashlik bo'lishi mumkin. Ayniqsa naqd shaklida pensiya oladiganlar manzil o'zgargani vaqtida bildirmasa, pul eski manzil bo'yicha yuritilishi yoki qaytishi mumkin. Shuning uchun manzil o'zgarsa, buni oddiy maishiy masala deb qaramang. Bu pensiya to'loviga bevosita ta'sir qiladi. 4-toifa, nogironligi bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Bu yerda tibbiy ko'rik, nogironlik guruhi, muddatli yoki muddatsiz belgilanganlik holati juda muhim. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam men baribir nogironman, hamma biladi deb yuradi, lekin tizimda muddat tugagan bo'ladi. Tizim hamma biladi bilan ishlamaydi. Tizim hujjat va elektron yozuv bilan ishlaydi. 5-toifa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Bolaning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, nikohga kirgani, ishlay boshlagani kabi holatlar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 25 yoshga to'lgan farzand oliy ta'limda kunduzgi o'qishda davom etsa, ayrim hollarda huquq saqlanishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda davom etadi degani emas. O'qish joyidan ma'lumot, tizimdagi tasdiq va zarur hujjatlar vaqtida bo'lishi kerak. Keling, oddiy hayotiy misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati iyun oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. Iyul oyida pensiya hisoblangan, lekin karta ishlamaydi. Pensioner bankomatga boradi, pul yechilmaydi. Pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya jamg'armasida emas, kartaning amal qilish muddatida. To'g'ri qadam nima? Bankka borib yangi karta olish, telefon raqamini yangilash. Kerak bo'lsa pensiya to'lovi ulanadigan hisob raqamini tekshirtirish. Shundan keyin puldan foydalanish imkoniyati tiklanadi. Ikkinchi misol, 72 yoshli ona pensiyasini uyga naqd olib kelish tartibida oladi. U vaqtincha qizining uyiga, boshqa tumanga 2 oyga ketdi. Pul olib keluvchi mas'ul xodim eski manzilga boradi. Pensioner yo'q. 1 oy, 2 oy shunday bo'lsa, to'lov qaytishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda ona aybdor bo'lishni istamagan, lekin manzil bo'yicha aniqlik bo'lmagani uchun muammo chiqdi. Shuning uchun uzoq muddat boshqa manzilda bo'lsangiz, oldindan tegishli bo'limga xabar berish kerak. 3-misol. Nogironligi bo'yicha pensiya oladigan fuqaroning tibbiy xulosasi 1 sentyabrgacha amal qiladi. U qayta ko'rikka 20 sentyabrda bordi. Natijada sentyabr oyidagi to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin hujjat tiklangandan so'ng qayta hisob-kitob qilinishi ehtimoli bor, lekin odam o'sha davrda puli kechikkandan qiynaladi. Shuning uchun muddatli hujjatlar bo'yicha men doim 30 kun oldin harakatni boshlashni tavsiya qilaman. 4-misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 22 yoshga to'ldi. U universitetga kirdi, lekin o'qish joyidan tegishli ma'lumotni vaqtida tizimga kiritmadi yoki pensiya bo'limiga taqdim etmadi. Natijada to'lov to'xtadi. Keyin u men o'qiyapman-ku deydi. Ha, o'qiyapti, lekin hujjat tasdiqlanmaguncha tizim buni bilmasligi mumkin. Demak, huquq borligi yetarli emas. Huquqni tasdiqlovchi ma'lumot ham bo'lishi kerak. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida bank kartangizga tushayotgan bo'lsa, kartangiz amal qilish muddati yaxshi bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda va ishlayotgan bo'lsa,
yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, siz katta xavotirga tushishingiz shart emas. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men kamida 3 oyda bir marta bank kartasi, SMS xabarnoma, hisob holati va shaxsiy hujjatlarni tekshirib turishni maslahat beraman. Agar siz pensiyani naqd shaklida olsangiz va har oy belgilangan tartibda uyga yetkazilayotgan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlaringiz joyida bo'lsa, siz ham vahimaga tushmang. Lekin mas'ul xodim kelganda hujjat so'rashi, imzo talab qilishi, to'lov qaydnomasini rasmiylashtirishi tabiiy holat. Nega mendan yana so'rayapti deb xafa bo'lmang. Bu sizning pulingiz boshqa birovga berilib ketmasligi uchun kerak. Agar sizning nogironlik hujjatingiz muddatsiz bo'lsa, qayta ko'rik muddati belgilanmagan bo'lsa, bu ham ancha yengillik. Lekin baribir pasport, bank, manzil va telefon ma'lumotlari o'zgarishini vaqtida xabar qilish majburiyati saqlanadi. Muddatsiz hujjat ham boshqa ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, to'lovdagi barcha muammolarni avtomatik hal qilib bermaydi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, pensiya to'lovi kechiksa, darhol davlat pensiyani to'xtatdi degan xulosaga kelmang. Kechikish sababi bankdagi texnik holat, karta bloklanishi, hisob raqami almashgani, hujjatdagi nomuvofiqlik, bayram yoki dam olish kunlari, shuningdek ma'lumotlar yangilanayotgani bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki, avval bankdan hisobingizga pul tushgan-tushmaganini tekshirasiz. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Sababni aniqlamasdan turib asabiylashish muammoni tezlatmaydi. Ikkinchi nozik jihat boshqa odamning kartasiga pensiya tushish masalasi. Ko'p oilalarda farzandlar onamning pensiyasi mening kartamga tusharsin deyishi mumkin. Lekin pensiya shaxsiy to'lovdir. U pensionerning o'ziga tegishli hisobga yoki qonuniy vakolat asosida boshqariladigan hisobga bog'lanishi kerak. Agar boshqa shaxs kartasi ishlatilsa, keyin nizo chiqishi mumkin. Masalan, aka-uka o'rtasida, kelin va qaynota o'rtasida, farzandlar o'rtasida. Men ekspert sifatida buni tavsiya qilmayman. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'z nomidagi karta, agar kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma. Uchinchi nozik jihat, ishonchnoma bilan pul olishda pensionerning roziligi va xabardorligi. Ishonchnoma borligi hamma narsani hal qilmaydi. Agar pensioner shikoyat qilsa, men pulni olmayapman, menga to'liq berilmayapti desa, tekshiruv boshlanishi mumkin. Shuning uchun farzandlar, qarindoshlar, vasiylar pulni olayotganda juda ehtiyot bo'lishi kerak. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Uni oila ehtiyoji uchun ishlatish ham pensioner roziligi bilan bo'lishi kerak. To'rtinchi jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan tizimdagi ma'lumot kech yangilangani uchun odamga ma'lum muddat ortiqcha pul tushib qolishi mumkin. Masalan, huquq tugagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi. Men bilmaganman, pul tushdi, ishlatdim degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun agar siz pensiya miqdori birdan oshib ketganini yoki huquqingiz tugagan bo'lsa ham pul tushayotganini sezsangiz, darhol aniqlashtiring. 5-jihat, chet elga chiqish. Agar pensioner vaqtincha davolanish, mehmon bo'lish yoki farzandlarnikiga borish uchun chet elga chiqsa, bu har doim ham pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin doimiy yashashga ketish, boshqa davlatdan pensiya olish, ro'yxatdan chiqish kabi holatlar alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensioner oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z holati bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish olgani ma'qul. Og'zaki eshitgan gapga suyanib qolmang. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato telefon raqamini yangilamaslik. Bugun ko'plab xabarlar SMS, bank ilovasi yoki elektron tizimlar orqali keladi. Agar raqam eski bo'lsa, muhim xabarni boshqa odam olishi yoki umuman xabar yetib bormasligi mumkin. Ikkinchi xato, pasport almashtirilgandan keyin bank va pensiya ma'lumotlarini tekshirtirmaslik. Masalan, ID karta olingan, lekin bankdagi eski pasport seriyasi qolgan. Keyin hisobga xizmat ko'rsatishda muammo chiqadi. Shuning uchun yangi hujjat olgan zahoti bankdagi ma'lumotni yangilang. Uchinchi xato, mahalladagilar biladi deb yurish. Mahalla yordam berishi mumkin, lekin pensiya to'lovi rasmiy tizim orqali yuradi. Sizning holatingiz elektron bazada, hujjatda va arizada to'g'ri aks etishi kerak. To'rtinchi xato, bank kartasini begona odamga berish. Ayrim pensionerlar kartasini, PIN kodini, telefoniga keladigan SMS kodlarini qarindoshiga
yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Bu juda xavfli. Keyin pul yechib olinsa isbotlash qiyin bo'ladi. Men qat'iy aytaman. PIN kodni hech kimga aytmang. SMS kodni hech kimga bermang. Bank xodimi ham sizdan kod so'ramasligi kerak. 5-xato to'lov kechikkanida norasmiy yordamchilarga pul berish. Men hal qilib beraman. Pensiyangizni chiqarib beraman. Tanishim bor degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi rasmiy murojaat bilan hal qilinadi. Agar sizdan xizmat evaziga pul so'rashsa, bu alohida xavf belgisi. Endi eng muhim qism. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kart amal qilyaptimi? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xatosizmi? Yashash manzili o'zgarganmi? Shularni ko'ring. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqami o'zingizniki yoki ishonchli raqammi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Agar karta muddati tugashiga bir oy qolgan bo'lsa, oldindan yangisini rasmiylashtiring. Pensiya tushadigan hisobni yopib yubormang. Agar yangi karta olsangiz, u eski hisobga bog'langanmi yoki yangi hisob ochildimi, buni bankdan aniq so'rang. Uchinchi qadam, pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumotni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ham ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Murojaat qilganda shunchaki pensiyamni tekshirib bering demang. Aniq savol bering. Pensiya to'lovi qaysi hisobga yo'naltirilgan? To'lov holati qanday? Hujjatlarimda kamchilik bormi? Qo'shimcha tasdiq kerakmi? 4-qadam. Agar pensiya kechiksa, harakat tartibini biling. Avval bankdan hisob bo'yicha ko'chirma oling yoki bank ilovasidan tushumlarni tekshiring. Agar pul tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar pul tushgan, lekin yechilmayotgan bo'lsa, bank muammosini hal qiling. Agar sabab hujjatda bo'lsa, kerakli hujjatni topshiring. Har bir murojaatda sana kim bilan gaplashganingiz, qanday javob olganingizni yozib boring. Bu keyin kerak bo'ladi. 5-qadam, ishonchnoma ishlatayotgan bo'lsangiz, uni yangilang. Notarius orqali berilgan ishonchnomada pensiyani olish, bank hisobini yuritish, karta olish yoki almashtirish. Ariza berish vakolatlari bor yo'qligini tekshiring. Muddati tugashini kutmang. Kamida 15 kun oldin yangilashga harakat qiling. 6-qadam, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa maxsus asos bo'yicha pensiya olsangiz, asoslovchi hujjatlar muddatini alohida kuzating. Tibbiy ko'rik sanasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik hujjati, farzandning yoshi, nikoh holati kabi masalalar to'lovga ta'sir qiladi. Bularni kalendarga yozib qo'ying, farzandingizga ham ayting. Odatda pensionerda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumoti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, kerak bo'lsa ishonchnoma bo'lishi kerak. Maxsus holatlarda nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumot, vasiylik yoki homiylik qarori, nikoh yoki tug'ilganligi guvohnomasi talab qilinishi mumkin. Men bu yerda muhim narsani aytaman. Har bir odamning vaziyati boshqacha. Shuning uchun bir qo'shningizdan mendan faqat pasport so'rashdi degan gapni eshitib, siz ham faqat pasport yetadi deb o'ylamang. Sizning pensiya turingiz, yashash joyingiz, to'lov shaklingiz, oilaviy holatingiz, hujjatlaringizning yangiligi talabni o'zgartirishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l o'zingizning holatingiz bo'yicha rasmiy ro'yxatni so'rash. Agar siz bankka bordingiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qildingiz, lekin masala hal bo'lmasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda pasport yoki aydin familiyangiz, pasport yoki aydin ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi, muammo qachondan boshlanganini yozing. Masalan, 2025 yil mart oyi uchun pensiya to'lovi hisobimga kelmadi. Sababini aniqlab, yozma javob berishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. Murojaatning nusxasini yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini saqlab qo'ying. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki belgilangan tartibda davlat xizmatlari va murojaatlar tizimi orqali qayta murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda dalil kerak, bank ko'chirmasi, hujjat nusxasi, murojaat raqami, javob xati. Shunchaki menga pul bermayapti degan gapdan ko'ra,
hujjatli murojaat ancha kuchli bo'ladi. Agar siz pensionerning farzandi, nabirasi yoki qarindoshi bo'lsangiz, bu videoni ko'rib, albatta uyingizdagi katta yoshdagilarning hujjatlarini bir marta tekshiring. Ularning kartasi muddati tugamaganmi? Pin kodni qog'ozga yozib hamma ko'radigan joyga qo'yib qo'ymaganmi? Telefon raqami ishlayaptimi? Bankdan keladigan xabarlarni tushunyaptimi? Pensiya miqdori to'g'ri tushyaptimi? Ko'p pensionerlar uyat qiladi. Bolalarni ovora qilmay deydi. Lekin muammo chiqqandan keyin hamma ko'proq ovora bo'ladi. Farzand sifatida eng to'g'ri yordam pulni nazorat qilib olish emas, balki tartibni tushuntirib berishdir. Pensionerning puliga hurmat bilan qarash kerak. U pul uning mehnati, yoshi, sog'ligi, hayoti davomida yig'ilgan huquqidir. Agar yordam kerak bo'lsa, hammasini ochiq qiling. Qancha pensiya tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi? Bu oilada ishonchni saqlaydi va kelajakdagi nizolarning oldini oladi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya to'lash tartibida e'tibor kuchaymoqda, elektron nazorat va bank orqali to'lovlar ahamiyati oshmoqda, hujjatlar va ma'lumotlarning to'g'riligi hal qiluvchi masalaga aylanmoqda. Bu o'zgarishlardan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensionerning kartasi, hujjati, manzili, telefon raqami, ishonchnomasi va maxsus asoslari doim tartibda bo'lishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun o'zingiz yoki yaqinlaringizning pensiya to'lovi bilan bog'liq hujjatlarini tekshiring. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bankka boring. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, rasmiy xabar bering. Agar ishonchnoma muddati tugayotgan bo'lsa, yangilang. Agar nogironlik yoki o'qish bo'yicha hujjat kerak bo'lsa, vaqtida tayyorlang. Shunda pensiya kechikishi, to'xtashi yoki ortiqcha ovora bo'lish xavfi ancha kamayadi. Sizda pensiya to'lovi bo'yicha muammo bo'lganmi? Pensiya kartaga vaqtida tushyaptimi yoki naqd olishda qiyinchilik bormi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Men odamlar eng ko'p qaysi muammoga duch kelayotganini ko'rib. Keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Bu xabarni hamma ko'rsin. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam o'z pulini va huquqini himoya qila oladi.